kıyafetler çıkarıp vatanımızga bir bayrağını ko'taradigan yigitlar çıksın, kızlar çıksın. Hamisha yangi hammamiz Assalomu alaykum, yoqim ishtaha, bayramlar qutlug' bo'lsin. Sizlar shukurjon kelinglar. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, hurmatli noroziliklar, hurmatli sportchilar. Bugun haqiqatan ham juda ajoyib bayram. Yangi yilni kutib olish, 25-yilni kuzatish arafasida turibmiz. 25-yil to'g'risida aytadigan bo'lsak, bu Norin tumani uchun juda ham esda qolarli tarixiy yil bo'ldi. Sababi hurmatli prezidentimizni Norin tumaniga tashriflari, bu kishini Norin tumaniga bergan juda katta e'tiborlari, buning natijasida juda katta ishlar boshlandi. Xudo xohlasa 26-yilda bularni sizlar bilan birga hammamiz amalga oshirib ijrosini ta'minlaymiz. Va umuman sport sohasida oladigan bo'lsak ham sportchilarimizda ham zo'r natijalar ko'rsatildi. Sportda hamma turlari bo'yicha ham Norin tumanida nima deydi, sportni qanchalik sevilishi, qanchalik sportga e'tibor borligini ko'rsatib berishdi sportchilarimiz. Ular 26-yilda yana ham yuqori cho'qqilarda egallashlarini sportchilarimizni hammalariga eng mana shu dunyo miqyosida, jahon miqyosida O'zbekistonning bayrog'ini yana ham baland ko'tarib, Norindan deb biz ham bu yerda faxrlanib o'tirish nasib qilsin. Yangi yil hammalaringizga, oilalaringizga, kasbdorlaringizga baraka bersin. 26-yilda mana prezidentimizning tashabbuslari bilan mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilindi. Bu albatta hammasini negizi, mag'zi shu inson qadri, insonlarga, aholiga yaxshi sharoit yaratishga qaratilgan. 6 ta yo'nalish belgilab berildi. 6 ta yo'nalishda ham birinchisi xuddi mana shu mahalla infratuzilmasini yaxshilash. Mahallalarga yangi O'zbekiston qiyofasini olib kirish degan yo'nalishni belgilab berildi. Bular hammasi hozirgi aytgan yangi O'zbekiston qiyofasi deganimizda bu sportga sharoit, mana mahallalarimizda sekin-sekin qo'shilyapti, salomatlik yo'lakchasi, boshqa workoutlarda tashkillanyapti. Ularning hammasi shu insonni salomatligiga, insonni bir sog'ligiga xizmat qiladigan narsalar. Ularda 26-yilda yana ham ko'p bo'lishi, aholiga yana ham ko'proq qulaylik yaratishda barcha imkoniyatlarda yaratilyapti prezidentimiz tomonidan. Endi bayram arafasida yana hammalaringni barcha rahbarlar nomidan, barcha norinliklar nomidan chin yuragimdan tabriklab, 26-yilda eng zo'r natijalarni ko'rsatish, eng zo'r marralarni egallash hammalaring bo'lsin. Erkin kurash sport turi bo'yicha bir necha bor O'zbekiston chempioni, Vyetnam davlatida o'tkazilgan Osiyo chempionati sovrindori, xalqaro toifadagi sport ustasi, 2028-yil Los-Anjeles shahrida bo'lib o'tadigan 34-yozgi Olimpiya o'yinlarida ishtirok etish kutilyapti. Televizor sovg'asi bilan taqdirlanadi. Erkin kurash sport turi bo'yicha bir nechta O'zbekiston va rivojlantirishda fidokorona mehnatlari uchun Tursunov Davron Tohirjon o'g'li Cho'tka sovg'asi bilan taqdirlanadi. Yunomrun sport turini tumanda rivojlantirish fidokorona mehnatlari uchun Atabayev Shuhrat Rahimjonovich
O'zbekiston chempioni Istanbul shahrida o'tgan xalq sport maktabi bilan hamkorlik ishlari yo'lga tuman yoshlarga madaniyat ishini taqdirlaymiz. Yoshlarni barkamol inson etib tarbiyalashda hamda xalqaro maydonda O'zbekiston nomini yuksaltirishda shart-sharoitlar yaratib, kurash sportini rivojlantirishdagi mehnatlari uchun Norin tuman prokurori Turg'unov Azbek Abdumalikovich viloyat sport boshqarmasining maxsus sovg'asi bilan taqdirlanadi. Jang san'ati bo'yicha Osiyo chempioni, jahon chempioni, xalqaro toifadagi sport ustasi Sobirova Hilola Abduvali qizi. Tumanda sportni rivojlantirish va sport sohasida fidokorona mehnatlari uchun sport maktabi direktori Norin tumanida regbi sport turiga qaratgan e'tibor uchun tuman maktab direktorlari ichida eng faol bo'lgan 29-maktab direktori eng namunali hamkorlikda Rasulova regbi sport turini tumanda rivojlantirishda fidokorona mehnatlari uchun eng namunali hamkorlik Norin tumanida sportni rivojlantirish va chekka hududda shaxmat sport turida qaratgan e'tibor va xususiy maktabgacha ta'lim tashkilotlari ichida faolligi uchun direktor Isakovna televizor bilan taqdirlanadi. Viloyat sport boshqarmasining bir maxsus sovg'asi bor. O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya sport sohasiga o'z hissasini qo'shib, yoshlarni barkamol inson etib tarbiyalashda hamda xalqaro maydonda O'zbekiston nomini yuksaltirishda shart-sharoitlar yaratib kelayotgan Norin tuman hokimi Nurmatov Jo'rabek Hamidovich sport boshqarmasi maxsus sovg'asi bilan taqdirlandi. Viloyatda eng yaxshi nominatsiyasi ham bizni hokim beryapti, hamma narsamizni qilib beryapti. Boshqarmamizdan maxsus bu sovg'ani ham boshqarma boshlig'i bergan. Hadi ya şu tutmayın. Sen
yürümeyi dönerim. Karşımdan çıkarken neyzeler. Bu yıldan tüfeği içirdi sen. Havadını duyuyorum zerdeler. Gitmeden yürüyeceğim, yürüyeceğim. Beyimden çıkmaysan buz geldiğince Oradan beri köpleşmeyi kıynana bunca Nazira, Nazira, Nazira Yüreğim resmen Nazira Nazira, Nazira, Nazira İzmir yapma Nazira Yaparsan, yaşlar kumardayı yaparsan, içinden bakacağız büyütürsen, Allah'ım etmeysen nazara. Çiğdeden yürüyeceğim bence, benim imkanı çeşkince, beyimden çıkmaysan kız geldin bence, oradan beri yaklaşmayı inanınca. Nazara, 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 yüzüm resmen Nazara, 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 İzmir yapar Nazara. Yaşlar ismini yazar eder, şaşırgan yaşar. Adamın bası kanadına, yerden bakımına, canımın sana çünkü kara, kamara. Adamın bası kanadına, yerden bakımına, canımın sana çünkü kara, kamara. Canım aldı, mutlar saldı, karanlığa kaçtı, canım oldu, davom etkazamiz. Hozir
so'z navbatini shu Hodisa opa bilan Rahim opaga bersak, ikkita rahbarlarimiz bir bo'lib, Rashidagi murabbiylar bilan taqdirlashib qo'yishsa. Hammadan ko'ra men ko'proq kutyapman. Sababi bu yil O'zbekiston futboli jahon chempionatiga chiqqan va umid qilamiz, albatta O'zbekiston jahon chempioni bo'ladi. Qizlarimiz mana juda ham chiroyli, bular hammasi Norinni rivojlanishiga hissa qo'shayotgan. Nafosat, seni orqangdan kelganimda men juda ham xursandman. Ishlaringga omad tilayman. Bugungi tadbirda ishtirok etayotganimizdan xursandmiz. Islomjonni men tashabbuskor deputat, mehribon ota, yaxshi do'st sifatida ko'rgan bo'lsam, bugun haqiqiy talabchan, mehribon, jonkuyar rahbar sifatida ko'rdim. Juda ham chiroyli tadbir bo'ldi. Sizlar bizdan keyin ham maza qilib dam olinglar. Shuncha maktab direktorlari ichidan, bog'cha mudiralari ichidan bizni tanlaganlaringizga juda ham katta rahmat aytamiz. Qo'limizdan kelgancha yana yordam beramiz. O'sha eng chekka joylardan ham Xudo xohlasa jahon chempionlari chiqishiga hissamizni qo'shamiz. Islomjon, juda katta rahmat. Yangi yilni hamma juda ham yaxshi kayfiyatda kutib olsin. Bayramlar muborak bo'lsin. Xonadonlarimizda, yurtimizda tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Men behish shamolin yashirib so'zga, so'zladim so'zlarim o'psin yer sharin. Piru badavlatlik sizga tiladim. Xotirjam baxt sizga qadrdonlarim, xotirjam baxt sizga qadrdonlarim. Katta rahmat, bayram muborak. Keling, hojatga keling. Assalomu alaykum, hurmatli sportchilar, shu tadbir ishtirokchilari. Mana bugun men o'zi sportchilar tadbiriga birinchi marta qatnashdim. Umuman kollektivlaringda, jamoalaringda hamjihatliklarni ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Men deyarli hamma gapni Rahim va gapirib bo'ldi. Dunyoga birinchi o'rinda sport taratadi, tanitadi O'zbekistonda. Hamma nima davlatga degan gapga qo'shilaman. Sizlarning mana shunaqa ishlaring, muvaffaqiyat ishlaring bardavom bo'lsin. 26-yil hammamizga omad, baxt olib kelsin. Hammalaring sportlarda katta yutuqlarga erishib, ana shu prezident berayotgan $200 ming pullarni olish hammalaringga, sizlarning shogirdlaringga, shogirdlar orqasida ustozlarga nasib qilsin. 26-yil hammalaringga moliyaviy erkinlik tilayman. Rahmat. Shu ustida hokkey sport turi bo'yicha. Ishlaringizga muvaffaqiyat, omadli kelsin. Shogirdlaringiz jahon chempionlari bo'lsin. Sulton va Dilorom opa. Mama Soli va Nigor opa. Bir rasm uchun olamiz. Bahram va Gulnoza. Hamma sport turi. Biz bugun Bahramli oilasini kuni o'ynab Sağ olun. Hop. Ofar Kömaldım. Bu sağ olun da. İlyanin ve Mahirahan. Shu bilan to'xtatib turamiz, keyin davom etamiz. Bu juda ajoyib ish bo'ldi Toshkentda. Dildora bilan Mohira atachaga imtihonga gapirsam, bajarib qo'ydi-da 100% ga. Domlalar ham qoyil qoldi. Qanday bu natijaga erishdingiz dedi. Dildora aytdi-da, men dedi, Norin tuman sport maktabida tarbiyalanganman-da deb qo'yapti. Bunaqadan nima ham bor, Maftuna ham bor, katta-katta rahbarlarning ichida Argoslardan o'tib kelgan trenerlarimizda. Rahmat sizlarga, xush kelibsizlar. Bitta rasmga tushib qo'ysalar, menimcha yaxshi bo'ladi. Yo'ldosh Kozimjon taqdirlanadi. Boburga keling, taqdirlashga, yoniga turing. Yo'ldosh Kozimjon. Kattarog'iga nasib qilsin. Ha, rasmga tushinglar, Boburga turing.
Nurdinova Mohigul. Umarim Muhammadjon Abdufattoh o'g'li. Karimov Islomjon Ne'matullo o'g'li. Tabriklar. Shu tarafdan Akmaljon tabriklar. Ve so'nggi tarafimiz Bekmirzo Bilg'orbek Ilhomjon o'g'lidan. Murabbiylar bundan da yaxshiroq, bundan da qimmatroq sovg'aga arziysizlar, men uchun bebahosizlar. Lekin hozirgi kundagi imkoniyatimiz shu, xafa bo'lmanglar, lekin o'yinni davom etkazdiramiz. Kelishdikmi? Ammo qizlar kelib aytayapti-da, erkaklar, xafa bo'lmanglar. Men javob berishga hayron qolyapman ayollar. Faqat 2 kishi o'ynayapmiz ichkarida. Navoiy dadil bo'linglar. Ovqatimiz 1, 2, 3-chisi ham bor.